Hammaga salom. Bugun sizlar bilan muzqaymoq apparatini yuvgandan keyin qanday qilib joylashtirish kerakligini o'rgataman. Agar video qiziq bo'lsa, like bilan obunani bosib qo'ysangizlar, bunisi safar olib noldan yuvish texnikasini ham o'rgataman. Hozir qo'limda ko'rib turgan narsalaringiz bu misarovka deyman. Endi men o'zimning tilimda endi nima deb atalishini bilmayman. Xuddi shunday olib ichlarini har kun kechqurun yaxshilab yuvaman. Imino rezinkalarni ham albatta olaman, chunki ichlarida ham marojniy qolib ketadi. Gapirishimda agar bironmamda xatolik ketadigan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bu hozir qo'limda ko'rib turadigan narsalaringiz bu o'sha bunker bo'ladi. Bunkerni ichiga tiqib qo'yasizlar. Bu marojniy ichida qolmagandan keyin o'zi miqdorda yetarlicha tushirib beradi marojniy ichiga smesda. Buni ham har kun kechqurun olib yuvish kerak, chunki ichida marojniylar qolib ketadi. Qo'limdagi esa bu marojniy separatori mana bunaqa narsasi qo'yilgandan keyingina o'rnatiladigan narsasi. Buni har kun kechqurun olib bundan ham yaxshilab yuvish kerak, chunki ichida marojniylari qotib qoladi. Bu qo'limdagi rezinalarni turishiga juda ham katta ahamiyat berish kerak. Agar bu qiyshayib qolsa yoki noto'g'ri qo'yilsa, marojniy oqib ketadi, suyuqlik oqib ketadi ichkaridagi. Bularni qanday qo'yish texnikasini ko'rsatyapman. Ko'targan paytlaringiz rezinka pastga tushib ketmasligi kerak va mahkam o'zi qirs qilib joyiga kiradi. Ko'rib turibsizlar videoda qanday qilib kirittirgani va tushib ketmaydigani. Endi yuvganman, shuning uchun ho'l bo'lib turibdi, lekin hozir ishlatmayman, video uchun qilyapman. Bular esa nasatkalar hisoblanadi. Marojniy qanday tushishiga sizga qanaqa shakli yoqsa, xuddi shunaqa qilib qo'yaverasizlar. Men olgan apparatning ichida buni turlari juda ham ko'p keldi. Men o'zimga yoqqani va o'zimga mosini olib tanlab oldim. Videoda qanday qo'yilganim ko'rilmabdi. Uzr so'rayman buning uchun sizlardan. Buni mahkam o'sha joyga qirsillab tushmaganicha yaxshilab etalab qo'yasizlar. Men buni olganimga mencha bir oycha vaqt bo'ldi. Endi o'zim ham o'rganyapman. YouTube'ga kirsam yaxshi videolarni topa olmadim, shuning uchun video qilib chiqishga majbur bo'ldim. Menga obuna bo'lib qo'ysangizlar, hali bundan ham qiziqarli videolar oldinda bo'ladi. Muzqaymoq apparatini qanday ishlatish kerak, nima qilish kerak, qayerdan marojniy olib kelib solish kerak, hammasini noldan o'rgatib boraman qo'limdan kelgancha. Agar bironta xatolik bo'lgan bo'lsa, gapirishimda yoki boshqa narsada kommentariyaga yozib ketsangizlar, bu safar shu xatolarni takrorlamaslikka harakat qilaman. Qo'limdagi boltlari bu o'sha marojniy oqib ketmaydigan narsani mahkamlaydigan narsa. Bular esa bunkerlarni og'zini yopib qo'yadigan narsa. Ichiga har xil hasharot yoki boshqa narsalar tushmasligi uchun. Hozir sizlarga yana ham bir marta tushuntirib o'taman. Bu o'sha marojniy oqib ketmasligi uchun kerakli narsa. Tepadan anavlarini bossalaring marojniy tushib keladi. Rezina, eng muhimi rezinaga e'tibor qaratinglar, chunki marojniy tushib ketishi mumkin, oqib ketadi agar yaxshi qo'ymasangizlar. Boshimdan o'tdi shu narsalar, shuning uchun sizlarga yana ham tushuntirib beryapman. Bu marojniy nasatkalari qanday qo'yilgani ko'rsatilgan videoda, yaxshilab ko'rib olishlaringiz mumkin. Ana qaysi brenddan olganligimni nomini ayta olmadim, lekin ananda yozuvda ko'rsangizlar bo'ladi. Mana shu brenddan olganman. Agar kimga qiziq bo'lsa, buni qanday qilib kreditga olsangizlar bo'ladi mahalla orqali, buni ham tushuntirib o'taman. Mana buni ham tushuntiryapman. Boltni uzuni bor, kaltasi bor. Kaltasi pastki qismlarini qotirish uchun, uzuni esa tepangi qismlarini qotirish uchun. Buni adashtirib qo'ymaymiz, chunki pastdagi tepaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunga ahamiyat berib qilsangizlar, marojniy oqib ketmaydi. Eng muhim narsa shu kallasi hisoblanadi-da. Bular misarovka deyman. Endi agar xato aytadigan bo'lsam, to'g'risini kommentariyada yozib ketishingizlar mumkin. Rezinkalarni qanday qo'yilishlari, bular qanday turishlarini albatta video qilib alohida chiqaraman. Hozircha sizlarga qo'limdan kelgancha ichidagi narsalarni tushuntirib o'tdim. Qanday yuvish kerak, nima qilish kerakliklarini albatta video qilib chiqaraman. Bu boya ko'rsatgandek bunkerlarni og'zini yopib qo'yadigan narsalari. Endi men sizlarga hozir ish joylarimni ham to'liq qilib ko'rsataman. Men mahallamdan ochganman bu ish joyimni, chunki mahallamda hech qanaqa apparat yoki boshqa narsa qo'yilmagan. Birinchisi men bo'lganligim uchun hozircha ishlarim juda ham yaxshi. Ko'rib turganlaringiz marojniy apparat, bu men olgan brend. Endi o'zlaringiz xohlagan brendlaringni olishingizlar mumkin. Sensorda ishlaydi.
tushuntirib o'taman bularni ham. Bu stop tugmasi, bunisi yuvish tugmasi, bunisi esa morojeniy yaxlatib beradi. Nastroykasi, plyus minuslari buni o'zingizga moslab to'g'rilab olasizlar. Bular esa bunkerlari. Menda ikkitalik bo'lganligi uchun ikki xil smes ketadi. Men ko'proq yashil va oqidan foydalanaman. Boya aytganimdek, mahallamda ochganman, shuning uchun mana bunaqa hasharotlar juda ko'p kiradi. Lekin men bulardan juda ham qo'rqaman. Gap bu haqida ketmayapti. Mana apparatimizni yaxshilab ko'rishingiz mumkin. Nastroykalarga hammasiga tushuntirib o'tdim. Agar mashinkam bironta joyda yuvilmagan dog'lar ko'rgan bo'lsanglar, oldindan uzr so'rayman. Chunki tez yuvdim, vaqt kechikib ketayotdi video olib qo'yishim uchun. Buni ertalab yana bir sira yuvib yuboraman. Eng muhim bitta narsani tushuntirib o'taman. Bu 220 voltda ishlaydi. Menda hozir tok umuman yetib kelmayotganligi uchun kechqurunlari tez o'chiryapman. Menga umuman tok yetib kelmayapti. Shuning uchun yangi motorcha olib yoniga qo'yaman tok yetkazib berish uchun. Hozir men bu narsaga juda ham qattiq qiynalyapman. Tok vashi yetib kelmayapti. Ishlarim yaxshi ketmayapti. Boshida juda ham qiynaldim. Joylarimga ko'chib olganimcha, mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi remont qilinmagan, lekin baribir ham ko'chib oldim, to'xtab qolmaslik uchun. Hozircha shunday qilib bezatib qo'yganman, endi qo'limdan kelgancha. Mana apparatlarimni ham ko'rsatdim sizlarga, hamma narsani videolar qildim. Endi buni nonlarini yoki stakanlarini ham ko'rsatib o'tay. Nonlarni ham, smesni ham, morojeniy ichiga solayotgan stakanlarni ham men bitta magazindan olaman. Agar sizlar Samarqand tumanidan bo'lsangizlar, Gilion degan joydan olaman. Ularning morojeniylari juda ham mashhur. Xuddi o'sha yerdan borib hamma narsa stakan hamma narsasini topib kela olaman. Bu ko'rib turgan butilkalaringizdagi siroplar ustiga bu stakanlar har xil. Keyin men kitob o'qishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu kitoblarim oldimda har doim turadi. Bu stakanchalarning narxini ham aytib o'taman. Bu stakanchalarim 5 mingdan sotyapman hozir. Ustiga sepib berayotgan narsalarim bepul. 10 minglik stakanlarim bor. Bular 5 mingdan, 7 mingdan. Kilobayt bizada juda ham ko'p ketadi. Shuning uchun satilcha kiloga olib kelib qo'yganman. 1 kilosi 50 ming. Shu satilcha to'ladi. 1 kilosi 50 ming qilib qo'yganman. Hozircha menimcha menda ko'proq kilobayga ketyapti. Kilobay juda ham yaxshi ketyapti. Yana aytayapman bu yerda tok 220 volt yozilgan, lekin baribir addenni oldiga tok tortadigan narsa olishingiz kerak. Hozir men shu narsaga